Bugun Turkiyaning mashhur tovuq sho'rvasini tayyorlaymiz. Bunaqasini ichib ko'rganingizdan keyin oddiy tovuq sho'rvani butunlay esdan chiqarasiz. Ozgina yog'da savsa va piyozni kuydirib olamiz va taxminan 2 litr suv solamiz. Lavr yaprog'i, selder orqa tomoni, chesnok va tovuqlarimizni solib 2 soat past olovda qaynatib olamiz. Tovuq sho'rvaga faqat tuz solamiz. Bulyonimiz qaynab chiqdi. Ko'piklarini olamiz va alohida tovaga sariyog' solib, granora makaronlarini qovurishni boshlaymiz. Restoranlarda rice pasta deb nomlashadi. Qizarganidan so'ng tomat pastasi va un solib, uni ham qovurib olamiz. Unni ham qovurib olganimizdan so'ng taxminan 1 piyola muzdek suv solib, tovuqli sho'rvamiz bilan bitta qilib olamiz. Bulyon ichidagi tovuq va sabzavotlarni hammasini olamiz va yana 30 daqiqa qaynatamiz va ovqatimiz tayyor. Kosalarga to'g'ralgan tovuqni solamiz va ovqatimizni suzib olib, ustidan petrushkani mayda to'g'rab ovqatimizni tanovul qilishimiz mumkin. Bu tovuq sho'rvani 13 yildan beri mingdan ortiq odamga tayyorlab berganman. Bu ovqat aynan guruch shaklidagi makaronlar, ya'ni granora pastalaridan tayyorlansa zo'r chiqadi.